Hammalarga assalomu alaykum. Mana 30 kilovatli nijniy garini o'ng tomon tozalov bilan ketyapti. Dimoxotlari bilan o'zimiz bir tanish akamizni bunga $1000 ga to'g'riga qilib berdik. Dimoxot turbalari alohida, mana aql 1-2 kilodan qilib berdik. Uni keyin o'rash o'radi. Ikkita bo'lak 4 metrdan 8 metr. Mo'ri bunga har doim 8 metr qo'yilishi kerak. 18 dan boshlab bizga aytganlar qolganiga hammasiga iloji bor 8 metr qo'yiladi. Rashritorga mana bochkalarni ham tog'ib berdim akalarga. Turbalarni pulni berdi. Xudo xolasa dastavka qilib chiqarib yuboryapmiz akalar. Tozalovlari hamma narsasi komplektda bor. Zakazlar biz bemalol aytaverasizlar, xudo xolasa. Nijniylar любой turdan bor. Verniylar ham bor, bunkerlilar, gazovkatyorlar hammasidan bor. Bemalol zakaz qilamiz. Like, podpiskalar esdan chiqmasin. O'zim xudo xolasa sezon kelib qoldi. Bemalol zakaz qilinglar akalar, qilib beraylik tezroq qo'yib olinglar. Kun borida. Hammalarga xayr.